Aka, nima qilyapsiz? Nima bu aka? Aka, bu mana shu olovni boshqaradigan narsa-da, regulyator deyiladi bu mana. Mana, bitta kuchaytirasiz. Olov vaqti kuchayadi aka bunda. Olovni qarang yonishini. Vaqti dahshat yonyapti mana. Bu nima deyishlaring mumkin? Bu garelkamiz bo'ladi. O'sha mana bu olovni kuchaytirib beradi. Bu tomondan havo haydaydi, havoni kuchaytirib beradi. Bu alangani kuchaytirib beradi demak. Mana. Bunday qilamiz. Alangamiz vaqti zo'r yonadi. Va mana bu tomonda atala qozonlarimiz bor. Hop, mol qo'ylari ko'p akalarimizga, xudo xolasa, cheklanmagan miqdorda 200 litrdan boshlab ketaveradi. 2 tonnami, 3 tonnami hammasidan tayyorlab beraveramiz mana. 4 burchak variantda deysizlarmi? Mana 1 tonnalikmi? Bu tomonda mana dumaloq variantidan. Dumaloq 250 litrlik. Mana bu tomonda 400 litrlik, bu tomonda 600 litrlik dumaloq varianti so'ragan akalamizga. Dumaloq variantini ham tayyorlab beraveramiz mana. Va yerda hozir ichiga suvlarni qo'yib qaynatyapmiz mana. Hop, garelka yordamida. Hozir ko'rsatdik, o'sha garelkaning yonishlarini ko'rdilaring. Suvimiz mana buni tagi to'rlik listan bo'ladi. To'r burchakda afzalligi yana. Taglari ham xudo xolasa zo'r. Bemalol 10 kishimi, 20 kishimi chiqadi, hammasini ko'taraveradi bu. Umuman tugamaydigan. Tagi mana polvori o't degan joy. Cheti to'rlik listan bo'ladi. Qirg'oqlari 2lik listan bo'ladi mana. Qirg'oqlari qaytarilgan, xudo xolasa zo'r. 1 tonnaligi bu. Bunisi 600 litrlik. Bundan kichkina deydimi, katta deydimi, hammasini yasab beraveramiz. Hop, atalarni shunday suvlarda qo'yib, yem mahsulotlarini shunday soladi, xudo xolasa. Garelka yordamida bitta shunday kuchaytirib qo'yadi. Zo'rlab, me'yorgacha deb pishirib beradi mana. Garelka yordamida. Mana buni ham lislari tagidagi alanga tegadigan joydagi listi to'rlik listdan bo'ladi. Bu mana bu dumaloqlari hamma joyi 2lik listdan bo'ladi, 2 listdan bo'ladi. Konteyner mahsuloti. Dumaloq ham, to'r burchak ham. Hop. Bunisi mana 400 litrligi, bunisi 600 litr aytganimizdek, bularda ham tagi to'rlik list bas, 2lik listdan bo'ladi. Konteynerda o'sha sifatli joydan bo'ladi. Xudo xolasa, narxlari mana 200 litrligini narxi 1 million so'm. 250 degani mana 250 litrligi narxi 1 million so'm. Dastavkasi alohida kelishilgan holatda bir 250-300 metr atrofida qo'shilib qoladi. 4 burchak, 400 litrli variantini, 400 litrli varianti mana hop 1 million 250 ming so'm. Shetdan ishxonaga olib kelib beramiz. Hop 1,5 million so'mga yetkazib beramiz albatta. 600 litrligi mana 600 litrligi. Hop shetdan kelib olib kelsa 1 million 400 ming so'm. Dastavkaga yetkazib bersak 1 million 700 ming so'm. Albatta bu narxlar hop konteynerda narxiga qarab o'zgarib turadi. Bu tomonda mana 600 litrligi to'r burchak, 600 litrligi mana to'r burchak. Hop 1 million 400 ming so'm shetdan kelib olib kelsa beramiz. Xonadan albatta 1 million 700 ming so'mga dastavkaga qilib yetkazib beramiz. 1 tonnaligi, ya'ni 1000 litrligi 1 million 700 ming so'm shetdan kelib olib kelsa beramiz. Dastavkasi bilan 2 million so'm bo'ladi. Bularimizni xudo xolasa cheklanmagan miqdorlarda yasab beraveramiz. Albatta bunday narsalar Altemur YouTube kanalimizda bo'ladi yoki Altemur Instagram yoki Telegram kanallarimizda xudo xolasa hamma oxirgi yangiliklarni qo'yib boramiz. Bizni kuzatishda davom etasizlar. Qozonlar yoki mana bu tomonda yem aralashtirgich mishalkalarimiz, yem mishalkamiz, makka sirtaydigan konteyner mahsulotdan bo'lgan aravalarimiz, jodi, kattasi, kichkinasi yoki mana bu tomonda drabilkalar. Hozir narxlarni tushirib aksiya qildik. Hop, mana shu drabilkalarimiz o'sha trenddagi 3,5 million so'mlik apparatimiz 3 million 300 ming so'm qilib qo'ydik bularning narxlarini. Bulardan ham bor, xudo xolasa. To'liq videosi Altemur YouTube kanalida drabilkamizniki bor. Bu tomonda 380 chorvasi ko'p akalarimizga mana 380 larimizdan ham bor. 20 kilovat, 11 kilovat, 4 kilovat, 5 kilovat hammasidan bor. Endi mana yana bu tomonda kichikroqlardan so'ragan akalarimizga, narx qimmat, menda mol qo'yib bitta, ikkita bor degan akalarimizga mana kichikroqlardan ham xudo xolasa bulardan ham bor tayyorlab beraveramiz. Va mana o'rtanchasi so'ragan akalarimizga bulardan ham xudo xolasa bor tayyorlab beraveramiz. Hammasini ishlagan variantdagi ishlagan videolari hop o'zimizning Altemur YouTube kanalida yoki Telegram kanallariga kirsa, xudo xolasa to'liq video obzorlari bor.
Hop, videomiz joyigacha ko'rgan akalarimizga bitta like tugmasini bosib qo'yasizlar yoki podpisa tugmasini ham bitta bosib qo'yarsizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Altemurni kuzatishda davom etinglar. Rahmat.